Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Asl Yevrotailda ayni damda ish jarayonlari boshlangan. Hozir mart oyida 2025-yildamiz va bizga Qo'shrabotlik akalarimizdan sariq qora rangdagi plitkaga zakaz tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Sariq qora rangdagi plitkamizda ikkinchi qavat qo'yilish jarayonida. Plitkamizni orqasiga mana bunaqa tunikadan qo'yiladi akalar. Tunikamiz olib, tunikani qo'yingda. Tunikamiz olinib, joyga qo'yiladi va bu o'sha devorga o'tiladigan joy hisoblanadi. Bu qaymoq rangdagi plitkamiz. Ustidagi oq qora oq rangdagi plitkamiz ham mavjud. Kimga kerak bo'lsa. Va ko'pchilikdan savol kelyapti. 65 minglik sariq iz bilan 85 minglik sariq izni nima farqi bor deb savolga javob berib o'tib ketay. Mana akalar, qo'limda turgani 85 minglik sariq, devorda turgani 65 minglik qaymoq rang. O'zi kameradan ko'rinayotgan bo'lishi kerak, rang anaqa farqi. Bu to'liq oq sementdan tanlanadi. Shuni hisobiga ozgina qimmatroq chiqadi. Farqini ko'rishingiz mumkin. Bu soqilimiz. Soqilimizda to'rtta tarafida temircha bo'ladi. Bir-biriga kombinatsiya qilinadi temirchasidan qotilib. Buni boshqacha varianti ham bor bizda. Mana oq plitkamiz. Bu ham to'liq oq sementdan tayyorlanadi. Buni narxi 90 ming so'm. Qanaqadir do'konlar yoki kafelar uchun dikki variantimiz ham bor, o'rtoqlar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol shu pastda yozilgan raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana soqilimizda tumba varianti. Buni asosan tumbalarga xarid qilishyapti, lekin soqilga ham qilsa bo'ladi, juda chiroyli chiqadi.